Hadi mən belə acırışıdan bolsanız, mən sizi çoxum ölübürüm. Şuna işqir, mən sizinlə acırışamayım, herkes acırışmayım. Mən faqat sizni mənim yanımdan ayrılmazga, meni tashlab qo'ymizga deb o'ylayman. Menchilik yaxshi ko'rmisinizmi? Ozroq bo'lsin mehr muhabbati bilan meni yaxshi ko'zga deb o'ylayman xolos. Bu meni yaxshi ko'rgan narsa emas. Balki meni o'lgandan battar qiynaydi. Şıqyar, nahvadi mən belə acırışıdan bolsanız, mən sizi çoxum ölübürüm. Ben böyle fikrımdan bir şeydi ki ben hiç bir gamdan xalas qaldınız çünkü. Şu an atayım bir fikrimmi akam bir rahmet etdi olay çağırıp açıqsam deb chaqirgandim. Rahmat aka, siz bu muğam olsun aşağılar degan kazapqa aldanıp yurakanman. Yaxshi fikrim hech qisqa bu rahmat degidek ish emasligini. Men ba'zan bir avvalroq ajana aldım. O'zing diqqat qilib shu fikrim. Hozir jamiyatimizda bor, hamishda shayxlarga o'xshashmishlar. Ve qazaq qizlar bilan chaqolab ketdi. Ularning ko'zida pul mol dunyodan boshqa hech qanday narsa yo'q. Şuğunisi acamdan toyunu bozub qo'ydim ben. Hocam fikrim ben sana dedim bu hem işte bir hayırlık var, bir işte bir hikmet var deb. Demek bu toy bana tutilmabdi ki. Onun üstüge şu toyning tutilmaganlik sababin meni shundoq yaxshi ko'rgan birisi bilan yuribdim men. Voy, ikkinlar yurganmitinglar? Ben demaydigan gapni qilib qo'ydimmi nima? Yaxshi hech qisqa. Ammo yaxshi gapirsa bir qisqa bo'ladi. Oldu. Nimtamahiyingiz var. O'qishib etib açıq biray. Mayli xotin, nimasini ziyaverma. Hozir nim deb chaqirdingiz? Xotin deb chaqirdim. Nima bo'ldi? Hech nima. Unda biz birdan o'tirib turaman. O'qishib tamoq qilib açıq biray, a? Hay. Sulay. İkimiz degan to'y qilib bo'lgan er-xotinlar. Lekin gumonxo'rlik qilmam bo'lamdi. Men sizga hargiz asiylik qilmayman. Rasman. Unda bo'lsa va'da bering. Bo'ldi, va'da beray. Va'dalashdik, ha? Az birdan mevzuga yeb o'tirib turing. Bo'ldi. Uchar shayli saloni haqiqiy muhabbatga intilgan kishilarni uqlashtiradigan Zanjir Box. Bu filmning davomini biz O'zAvo salonidan ko'ramiz. Salon nomeri bosh betda bor.